Qulog'im kirib ketibdimi? Qo'lni kim tigiyomonda? Jiyanga aytaman, choptirib yuboradi, yaxshi bo'lib ketadi. Dektor shunda bo'zda oldida. Yo'q, ana qo'rqmas kelyapti. Qara qo'rqmas. Hozir dektorni qo'yib yuboraman, shtonni qo'llab qo'yadi. Davay. Gektor bos. Bakir iting nima qilay, kallasini olib boraymi? Ol itingni. Chakiras kelib qolding, chap topgani bor-ku. Mana bu taraf. Jichiq ishi qilib qoldimi? Oqshimingni bermagan uchun mana. Oyi, men uchrashuvga ketdim. Issiqda egar qizib ketibdim, mabbalo. Nig'mat aka, yana baloningizni teshib qo'ydingizmi? Ha, teshildi. Lekin barshinalarni olib kelib qo'ydim. Jahon standartlariga javob berar ekan. Yamanlarni ko'rdim demasa ekan, yumshoq o'tib ketar ekan. Zo'r bo'pti-da Nig'mat aka, veligimni tashab ketyapman, uchrashuvga ketyapti o'dim. Voy. Orta! Mashina yuqorida okalaring krisha, normalniy krisha. Men esa oddiy bo'laman, kecha do'stlarim sovg'a qildi yangi lijam, ajoyib lijam, padarik Paris. Endi men ham piyodamasman, ertaga yangi mavsum keladi. Otam Moskvadan yuboradi, lekin bir muammo tug'iladi, qoidani bilmayman. Alxor bo'yida kafeda tanishganman. Muzqaymoq yeb ketidan. To'xtab turing, mana shu egar chiqarib olay. Otdan tushsiz ham egardan tushmas ekansiz, a? Voy, yomg'ir yog'adi, panaga o'taylik. Ko'zim achishyaptimi? Sochingiz yomg'irda ko'pirib ketdi. Gelim tugayotdi-da, shampun surtdim o'rniga. G'irt qo'yag'i bola ekansiz. Voy. Turing, shuni sig'madimi? Endi aka, bu o'zining nomi bilan o'g'ri mahalla. Narsalaringizga ehtiyot bo'ling, shuni bo'ling. Yaxshi ham mana kinokali telefonimni olib ketib qolishman. Telefon ketdi-da. Akajon, uyga yetib olay. Telefoningiz bo'lsa berib turing, shunday telefon qilib olay. Bo'ldi. Telefoningiz olib ketdimi? Kichik arkasidan boramiz. Men jo'ram telefonni berish. Bu meni sheriklarim, chiqar pulni. Va, onasini yemsin. Bu o'g'il mahallada kimga ishonishni ham bilmaysan. Mana, bor pulim, mana. Nima yurmayapti endi bu ham? Benzinni olguncha moni oling, Mo skuterni oling. Hozir mayada edingmi, mayada paydo bo'lib qoldingmi? Bitashib olaylikmi? O'zim olib ketaman. Yaxshi ham mana skuterim bilan nevaramga olgan anjonli bola to'yis qoldi. Endi mendan hech bolani o'g'irlash olmaysanlar. Ye, orasini yemsin. Skuterim qani? Va, onang. Shipshidon bo'ldim, qaytib bu o'g'ri mahallaga kelma. Aka, telefon bor, olasizmi? Olaman, uyga yaxshi yetib olay, mana paypag'im ichida asragan 200 dollarim bor, bering. O'zimni telefonimmi? Voy, telefonim. Voy, bolalar. Voy, telefonim. Voy, qo'yag'lar. Aka, toza tabiiy asal olasizmi? Yo'q, kerak emas. Aka, ariyani tozitib o'zim olib kelyapman. Qarang, chaqib tashadi. Yo'q, kerak emas. Ona arisi ham bor ichida. Voy, ona arini qidirib kelishdi. Voy. Yangilikni qara. Xonsaroyning muhabbat shahri loyihasidan boshlang'ich 15% to'lab, uy xarid qilishingiz mumkin ekan. Zo'r ekan-ku. Bolangizga hunar ham o'rgatay demaysiz. Qachon sportga boring? Dada. Ana, daydingiz keldi. Dada, daftarim tugagan ekan, mashinangizda dars qildim. Dada, mana kapoti bilan mana o taraflarda matematikadan dars qildim.
Mana mo'tarafida odam va uning salomatligidan dars qildim. Ertaga mashinangizni berib tursangiz, ustozimga uy vazifani ko'rsatardim. Qo'yag'i signal berma. Odam bo'lib keldik, odam bo'laylik. Sen odam bo'lmaysan sen. Joningga tegdi. Nima qilding mashinani? Yur oldinga tush. Sportga beraman seni. Bolangiz hozir oyog'ini sindirib qo'yadi. Dada raqib tayog'ini balovoy tortib sindirdim, lekin nimagadir meni oyog'im og'riyapti. Biz 170-yillar dachaga yo'lga chiqdik. 69-yilmiz-ku. 170 deyover, ketdik. Otaxonlar mana dacha. Faqat qiz-piz olib kelmaysizlar. Nimamizga hisob kelamiz? Nimamizga hisob kelamiz? Qudandali odam bo'lsak. Nimadir deng, quda? Indamay xo'p deb qo'yavering, quda. Onangdan gulg'oma issiq ekan-ey. Ha, o'zi savri issiq bo'ladi-da. Indir. Suvsin. Mazza-yu. To'g'risini ayt, qaysi birinchi chiqardi? Emas. Bunaqa ob-havo qishloqda ham bor-ku. Massaj chaqiring dachaga. Chachras qo'yag'ilar surtib, relax. Allo, massajmi? Hozir massaj chiqib keladi, atir-patir sevib olishga. Adikolon zo'rini sepganmiz. Sizlarni massaj chaqirgan? Jiddiy g'alati emasmi? Otaxon, birinchi sizdan boshlaymiz. Otaxon, men tuxum bilan massaj qilaman. Tuxum deydimi? Aniq massaj chaqirdikmi? Otaxon, tayyor bo'lsangiz boshladik-a. Nozimjon, yaxshimisan? 2 kilo kartoshka tort. Cho'qing to'y bola. Alanga ekan. Davay. Ko'rib qolmasin, tez to'yib oling. Yaxshilar fizodi qiling. Ertaga jangingiz bor, xo'pmi? Makallarga aralashmang, ular hayotni barbod qiladi. Davay, yurasiz konsofga. Ko'ryapsan, Brusli ham pechenga solyapti. Siz ham pechenga solishni o'rganishingiz kerak. 2 sekundda to'g'adalab qo'ysangiz bo'ladi. Kuzating. Bitta bilan turib olib qichqirmang, oba, jicha uxlaylik. Davay, atboy. Derajdenelar qulluq olsa bitta puf deb qo'ying, ha, bo'pti mana. O'rniga puf deb qo'yaman. Umrimga, baxtimga qo'yag'ida sillab bo'lib yuravering. Qayga olib boring? Ha? Bo'ldi, masajga olib boraman sizni, to'y bola. Yes, tashlamasangiz bo'lmaydi-da. Sizni raqibingiz yengil ekan. Shuning uchun sauna qabul qiling dedi. Masaj olib borasizmi? Agar mana shu bo'yda yutadigan bo'lsangiz, Xonsaroyda Muhabbat shahri loyihasidan boshlang'ich 20% ni to'lab, qolgan noy-moy to'lab yashayveramiz. Yangi uy olamiz Xonsaroyda. Hoppa, o'g'il bola. Masaj chaqiruvmi deylar? Kim masaj oladi? Siring bitta tayskiy masajingizdan qilib qo'ying, men tashqariga chiqib turaman, ha? Nima bo'ldi xo'razimga? Nima bo'ldi sening? O'zidan so'rang. Unaqa narsaga kelishilmagan. Endi oshirib yordingiz, xo'roz bola. Mahalla obodonchiligiga qarash. Qahmanda o'qilaman, oma. Rais bor. Televideniyada kelishdi. Televideniyada? Televizorga chiqaman. Keling singlim. Yaxshimiz televideniyadansiz? Ha, keluvdik. Chekka bir qishloqlardagi talantlarni qidirib keluvdik. Bor, bizda talantlarning zo'rlari bor. Yuring ko'rsataman. Rais bu bola qanaqa mahorati bor? Bu bola suvni tagida 10 minut nafas olmasdan turib bera oladi. Ha, bitta ko'ringlar unda mahoratini. Bos indirjit, mahoratingni ko'rsat. Rais bu 1 soat o'tdi, hali ham chiqqani yo'q. Mencha rekordni yangilayaptimi deyman-da. Dambaga tiqilib qoldimi deyman-da, badanasi chaqir tez. Rais bu buni talanti nimada? Bu bitta ko'rgan narsasini 5 sekundda sirasiz beradi. Ha, unda o'sha uzoqdagi tog'i rasmini bitta chizib bersa? Uzoqdagi tog'ni chizib ber. Ana. Bu qizni ham rasmini chizib berchi? Og'zingizni yoping. Ko'ryapsizmi? Talantlar vijillab yotibdi. Barcha darmayatlar bizning mahallada. Yuring, keyingi talantni ko'rsataman. Rais bu yo'linglar yomon ekan. Mashinam ballon teshilib ketdi. Vulkanizatsiya qayerda bor?
Ha, balondan xavotir olmang. Bolalar, opani mashinasini shunday qahmanda o'qib berish. Mana o'zimizni O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan bars shinalari bor. Voy, shunaqa zo'r jahon standartlariga bittada javob beradi. Ana yama bor-ku, yamaga bitta kalla qo'yib, yamani uxlatib o'tib ketadigan haqiqiy jaydari shina mana shu bo'ladi. Bars shinalari sizga ham tavsiya qilaman. Olish davay, tez. Ketdik. Bu kishimning talantlari bo'yindagi grijalarni davolaydi. Qarab turing. Yo'q, uni. O'rmonni qarasang go'zalligini. Ama men qo'rqib ketyapman. Nimadan qo'rqasan? Katta ko'cha bilan ketsam emasmidi? Qanaqa katta ko'cha? Nashet yaxshi. Ya qo'yaqlar, qo'rqitishma. Ya Nozimjoncha g'alati emasmi? May ammangni uyiga bor, bu anjan shapalag'i bo'ladi. Nozimjon. Tishnimi do'stim? Opongni. Alijon to'rin skors ko'rib, ziminga qo'ymasang hozir nimadir bo'ladi-da. Ya onasini yapsa zombiga aylanib qoldimi? Opke. Ya onasini yapsa. Onasini yapsa burgutni kim tushadi? Real zo'r. Barsa zo'r. Real zo'r. Barsa zo'r.